Men Irisvetkurjon Akbaralievich Cho'da qishlog'ida tug'ilganman. Namangan viloyat Qo'q tumanida. 1990-yildan beri shu sohada faoliyat olib boraman. Elektrik bo'lib. Tog'li hududda ishlash bilan tekis hududda ishlashda nima farqi bor? Endi bu yerda tog'li hududda nima degani endi bunaqa ob-havolar injiq keladi. Tog'larga chiqishga to'g'ri keladi. Mana ko'rib turibsiz, hamma joy qor, issiqda yana issiq. Mana bunaqa ob-havolar. Endi tekislikda yursangiz, texnikalardan qiynalmaysiz. Yo'l-yo'lakay luvoy, misol texnikalarni qo'y desangiz, olib ketadi, olib borib qo'y desangiz, xudoga shu olib qo'yadi. Bunaqa joylarda birovda texnikani anaqa borib kelayotgan deb o'ylaydi. Xudoga mana texnikalarimiz bor. Sharoitlar yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, bunaqa mashinalarimiz bor, shaharlargacha chiqib kelyapti. Qiynalmaymiz. Shu tomonidan ajralmasa, hamma joy yaxshi, xudoga shukr. Chiqish qachon boshlagansiz? Tayanchga chiqishni o'sha ishga kirgandan keyin bizda nima bo'lardi? 1 oylik tayyorlov nimasi. O'shani o'tgandan keyin Mahmud aka master uchastkamizda pensiyaga chiqib ketdilar. Jo'ra aka Soyibov bor edi, pensiyaga chiqib ketdilar. O'sha ustozlar birinchi mana shunaqa tayanchga chiqishga o'rgatuvdi. Bir marta chiqib shu 5 metrmi 6 metr chiqib arqon bo'ylab tushdim. Birinchi chiqqanim. Shundan keyin xudo shu mana 36 yildan beri shu so'ani nonni yeb yuribmiz, xudoga shukr. Qo'rqmagansiz-a birinchi? Yo'q. Shu bir marta qo'rqmasangiz, xudoga shu bilan qo'rqmaysiz. Remen bor, kamallar, ko'ktipoyatlar bor, hammasini ko'rib nima qilsangiz chiqib ketaverasiz. Buni qo'rqadigan joyi yo'q. Faqat ehtiyot bo'lsangiz, tekshirsangiz, o'sha aytgan qoidalarga amal qilsa. Ha, qonunlarga amal qilsangiz hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Lekin oson emas-a? Oson emas. Hamma ishning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Baraka nima deykan? Baraka shu halollik, o'ylikni ham, boshqa ishingizni ham barakasi bo'ladi. Halol ishlab yursangiz, mana xudoga shuni olmayman. 2ta o'g'lim, bitta qizim bor. Hammasini uyli joyli qildim. Mana xudoga shukr yaqinda medal topshirdi davlatimiz tomonidan. Xudoga shukr. Hammasi shuni orqasidan. Qancha aholiga xizmat ko'rsatasizlar sizlarda ustachilik bo'limingda? Hozir bizniki qani Xonobod qishlog'i, Oltinkon, Guliston, ana shu 3 ta qishloqqa xizmat ko'rsatamiz. 2007 yo 2006dami? Juda katta perival yopilib qolgan qishda. Ya 2000 nechinchi yillarda qalin qor bo'lib yo'llar bekirildi. O'sha yerda qolib ketuvdik keyin. Qolib ketuvdik, yangi yilni o'sha yerda o'tkazuvdik. Ba'da men hali unaqa telefonda chiqib uydagilarga bugun ismini almashtiraman, boraman yangi yilga deb xabar berganman. Attagalar kelmadi degan aloqalar unaqa bunaga o'xshagan yaxshi emas edi. Keyin otam darrov reska telefon qilib tular, kelaman degdi, kelmadi. Surishtirib bildiki, yo'l berka o'shani qilibdi. Keyin ko'ngillari to'q. O'sha esdan chiqmaydigan, shu yangi yil bo'lsa, unaqa qorlar bo'lsa, o'sha esga keladi. Qor baland bo'lganmi o'shanda? O'sha u qorlar baland edi, yo'l qorlardan nimalar tushardi, yo'llarga qor tushib, yo'llar bekiraldi-da. Unaqa nima emas edi. Hozirdaqa texnikalar rivojlanmagan edi. Hozir mana xudoga qancha qor bo'lsa ham texnika sharoit bor. Yarim soat bo'lmasa yo'llar ochilyapti.